Salom qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari, navbatdagi xonadonimiz mebellarni chiroqli joyiga qo'yib oldik, xudo xolasa. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida ko'rib turgan mebellarni uстановка qilib qo'ydik, xudo xolasa. Surxondaryo viloyati Denov tumanida zakaz oldik. Qo'shimchasiga bu narsamizni o'rnatib berdik. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, xudo xolasa joyiga qo'ndirib qo'ydik. O'rta qismlarini oq deymi, qora stanish hissalarini qora qilib berdik. Polniy mokriy svetda qilib berdik. Ranglarni o'zi tanladi. Sizlarga o'sha qo'shimcha sifatida obunachilarimiz biladi bu narsani. Yangi qo'shilayotgan obunachilarga aytib o'tamiz. Mebel zakaz qilgan vaqtlarda 1,5 million so'm skidkada mana shu narsamizni qilib beryapmiz. Komplekt gaz bitishgani 1,5 million qilib beryapmiz. Endi o'zingizlar territoriyalarda adashmasam 3 millionlarda atrofida, 2,5 millionlarda atrofida bo'lishi mumkin. Lekin biz mana shu narsani 1,5 million so'm qilib beryapmiz. Oldinlari $100, 900 ming, 1 million so'ralgan moykalar, pulga qo'shib beringlar deb so'ralgan moykalarni hozir bonus sifatida ichiga qilib beryapmiz. Polniy full navod 7 xil funksiyada ishlaydi. Lekin mana bonuslarimiz avvalgidan bor. Pichoq yoqishlarda magnit pichoq nabor, bismillah yozilgan kalyonni o'ynaymiz, zo'r mebel yozilgan kalyonni o'ynaymiz. Bu joyimizga mana sushulkamiz, bu tarafimizga bo'ladigan bo'lsa musor paqillarimiz, vishilka naborlarimiz, o'rta qismidagi PVX fanellarimiz, hamma narsamiz bu bonusiga kiradi mebelimizni. 12 ta viloyat dastavka bepul, borib razmerni olish, olib borib uстановка qilish bepul. Qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar borib razmerni o'lchab, 3D Max'ini, sun'iy intellektlarni tayyorlab, xudo xolasa chiroq qilib mebellarni zakazlar olib chiqamiz inshaalloh, xudo xolasa. Ko'rib turgan joylarga ham remontdan oldin kelganman. Bu yerda mebelni chaqirishdan oldin 1,5 yil oldinmikin opasiga yasab bergandik mebelni. Mana bugungi kunga kelib, xudo xolasa o'zlari zakaz berishdi. Mebellarni chiroq qilib o'rnatib berdik inshaalloh, xudo xolasa. Sizlarga ham nasib qilsin, niyat tutib turganlarga xudo xolasa yangi uylar, yangi mebellar nasib qilsin deb qolamiz. Nasib bo'lsa, zo'r mebellar olinglar. Xudo xolasa chiroq qilib ishlarni bitkazamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r mebellar ko'rishguncha salomat bo'linglar.